Soğuk ter baskan sanğın. Nima degan issiq. Ah, ajab tarlab ketdim. Bakrak yalpi. Xo'p. Nima degan issiq. Nima degan issiq bo'p. Faqat chidig'ichiligim qolmadi. Sanğın, chidang amdi. Og'zingizni yuming, mushundaq issiqda bundaq ko'p zerikishli ko'chatlarni qandoq ko'rib bo'la olayman? Lekin Sanğın, bu hujjatlarni o'zingiz ko'rib chiqmasangiz bo'lmaydi. Ular kutsin. Kutsin. To'xtab turing Sanğın, Sanğın. Havo bek isib ketdi. Men sizning ko'nglingizni tushunaman, lekin bu hujjatlarni ko'rib chiqmasangiz zodi bo'lmaydi. Yaz kunlari havo qattiq isib ketganda haqiqatan kishilar bearam bo'ladi. Lekin yeyisho mush qiziq oftobda o't yo'lyotidi. Yeyisho aka, shu yuzi o't yo'lyotamsiz? Qarang, issiqda yulmoq bek taskan. Yeyisho aka, men yulishib beray. Kiyimlaringizni pasqini qilib olasiz. Hech qisi yo'q. Bo'ptamsa, men bilan birga yo'ling. Qani. Tatqamsa, ha? 1 2 3 Voy jon. Oy, deb og'rib ketdi. Tatib chiqdik. Ha? Tatib chiqdik. Yesho. Ustoz, men qiladigan ish bormidi? O't yo'ladigan ishni qo'yib tur. Hozir bir ish qilib buyurayman. Ustoz, nima ish? O'tganda milishmonlar dukkanning xo'jayini menga num ko'chirib bersangiz degan edi. Men ko'chirib qo'ydim. Sen shuni olib bergin. Mana mushu. Ma'qul, uqdim. Yesho aka, men siz bilan birga boraymi? Sizmi boramsiz? Mush issiqda dönge qarab mangdigan boldik. Lekin qo'limizda og'ir narsa yo'q. Shunga hech nima bo'lmaydi. Bu issiqda narsa ko'targan odamlar isib ketadi. Rost. Voy, nima degan issiq bolam. Birdam aram elib ol. Mana bu sening ish haqqing. Rahmat sizga. Bolam, sen haqiqatan ishchan bola ekansan. Opam og'rib qolib ish qilolmayotdi. Shunga men chiqib ishlayapman. Lekin yeshim bek kichik bo'lg'ashqa, hech kim meni ishga sog'ilolmadi. Men yiroq yerlarga ish izlab borolmayman. Shunga
Mush yerda haqlarga orvishtirish beryapman. Bek köyümcen ekensen, lekin bek charchab ketme. Hech qisi yo'q. Opam doim shunday deb turdi. Lekin mening tenim saq, charchab ketmayman. Shavji! Ha? Shavji! Aka, Pul topdingmi? sen nim qilay deysan? Shuni mi so'ramsan? Yo'q, bo'lmaydi. Bu pulga opamga yeydigan narsa beraman. Sen xotirjam bo'l. Men opamga yeydigan obdan narsalarni akirib berishni bilaman. Shunga pulni menga bergin. Chapsan bo'l deyman. Aka, men hargiz aldanmayman. Yo'q gapni qilma. Bermaydigan bo'lsang seni urmanchimu. Tez bo'l. Aka pulni. Bermayman. Aka da'vatima. Tez bo'l. Bo'lmaydi. Hargiz bermayman. Nima? Bu ish qilib chiqarilsa, ha? Sizlar nima qilmoqchi? Hey, sen aralashma. Aka, Ha? Aram mushinchilikmi? Hey, qeri. Mushtimdak balini harvo ishtirish qilib, aram mushinchilik bilmadingmi? Haddingdan eshitsan, ha? Hey, sizlar ishinglar bu qerni rosa bir adablab qo'yinglar. Qo'lini tut! Sen nima qilmoqchi? Ha? sen urishibdi. Chaqan berib ajirtib etding. Men urushishdan baq qo'rqaman. Ha! Tetig'iz yo'qkan. Men boray. Ha! Ma'qul. Shovingizni bo'ldi, uqdim. Men boray. Hay! Bo'ldi, urushmanglar. Hey! Qani ish aralashma. Yeshu aka. Hey, nima ish qilursiz? Ya savol keldi qachayli. Yeshu aka. Bu yeshu emasmi? Nima bo'ldingiz? Yeshu aka, tetikroq bo'lsingizchi. Yeshu aka. Haqiqatan satish bo'ldi, Yeshu. Kerak yo'q. Lekin rost gapni desam, akamni bak eski bo'lib ketdi. Elim o jidalning ustiga tushibdiman. Bo'lmagan bo'lsa chataq bo'larkan. Shin yo'yman. Nimishqa ularni tutib kelib, adabini berib qo'ymaysiz. Bo'lmasa ular Shavjini yana ani topidi. Yaqindan beri Ostonada mushundaq bolalar ko'payib qoldi. Men fursat tepib Sang'un bilan mush ish to'g'riliq so'zlashay deb edim. Aras. Yeshu, men Sang'unning ishi bilan sizni izlab olmoqchi edim. Yeshu, siz bir yo'l ko'rsatsangiz bo'ladi. Nima ish? Hava isib ketdi deb davlatning ishi bilan kori bo'lmasa, bu qamlashandi. Ha? Yana kelib, Puhraning ishidan Sang'un xabar topsin deb, men alohida bir hujjat yozib sundim, lekin qarabmi qo'ymadi. Lazımı qamlashmaga shopdi. Shunga Yeshuni izlab kelib edim. U biror amal qilgan bo'lsa, Sang'unmi hushini tepib oladi. Yeshu, qanday qilasan? Men o'ylab boqay. Yeshu, sizga topshirdim. Topdim. Ha? Topdingmi? Ha, Yeshu. Men intayin yaxshi amal topdim. Janobi Sang'un, Yeshu keldi. Yeshu, kelganingiz obdan bo'pti. Sang'un turib, boshqalarning oldida asnab yurginini. Janobi Sang'un, siz bek zerikib qolgandek turibsiz. Havo bak isib ketdi. Hech qanday ish xo'sh yoqmayotdi. Biror ish qilay desam faqat qig'im yo'q. Gap qiling, Yeshu. Siz bu yerga nima ish bilan keldingiz? Sizni zerikib qopti deb ish pushqingizni chiqarib qo'yay deb keldim. Ish pushqimni chiqarib qo'yamsiz? Bak yaxshi bo'ldi. Lekin shuni yo'yman. Yeshu biror yili ishlatmaydiganda, ha? Meningcha, unda qilmaydi, Sang'un. Shundaqmi? Yeshu, qani amisi boshlang. Men ko'rib baqay. Mening ish pushqimni qandoq chiqarasizkin? Biroq janobi Sang'un, bir ishni menga va'da berishingizni umid qilaman. Nima ishda? Men nimani desam, siz xafa bo'lmaysiz. Yana kelib, mening deganim bo'yicha ish ko'rsiz. Bo'lamdi. Xafa bo'lmamdim. Shundaq. Agar ma'qul ko'rsangiz, men sizning ish pushig'ingizni chiqarib qo'yaman. Kek salqindaqmi qolasiz? Bo'ladi, va'da berdim. Amsa, biz boshlaymiz. Yeshu, siz meni nega boshlab ketyapsiz? Hozirli yetib boramiz. Menga bering. Yuring. Bu qandoq ya? Chapsan latini elib eting. Az qoldik, birdam chidang.
Ay, bu Yisho Sanğunni zodi nima qildi-qando? Meningcha bundaq ketaveradigan bo'lsa, birdamdan keyin salg'inni ochiq kelib tovlig'il turdi. Ha, yisho, tekşi bo'lmadimi? Ben isib ketdim, chapsaroq bo'lsingizchi. Mana hozirla. Nim qilyapsiz yisho? Qo'lingizni torting, Voy, deyman. jim turing. Adabsizlik qilmang. Kuni Astagfirullah o'tiring. yisho. Marhamat. Endi chiqing. Ha, bu nima ish? Janobi Sanğun, endi latini eleversangiz bo'ladi. Eleveting. Shundaqmi? Bu zaten neymiş yisho? Siz zaten nima qilmoqchi? Siz nimishqa bundaq kiyinib olasiz? Ha? Yisho. Janobi Sanğun, bayağı siz va'da bergan emasmidingiz? Ish pishig'ingizni chiqarish uchun, yana salqinlash uchun cho'qim mening deganim bo'yicha ish ko'rasiz. Qani buni kiyib oling. Ben deyishni dedim, lekin Tez kiyib oling. bo'ladi, lekin siz meni zodi nima qilmoqchi yisho? Bu ishni tushunmayman. Mana Nima? Yisho, bu nima qilganingiz? Ha? Janobi Sanğun, bu harbini billa tatayli. Harbi tatamdoq, nima deb yuradigansiz yisho? siz xafa bo'lmayman degan edingiz-ku Sanğun, ha? Qani, marhamat. Astagfirullah. Maşında qısınız, ish pishig'ingizmi chiqib qoladi. Havoning issiqligini his qilmaysiz. Menga ishining. Bu qandaqmi mumkin bo'lsin? Yisho, meni aldavatmaydigansiz, ha? Sizni nima deb oldig'udekman. Yisho nemishqa to'satdan bundaq ishni qilib qoldi? Mushundaq qilsa, rostdan issiqni his qilmamdi. Anglanglar, biz cho'qim Sanğunni obdan qo'g'dishimiz kerak. Atrofni yaxshi kuztinglar, ha? Xo'p, Sanğunning bundaq kiyinib olganligini ko'rib, mening kulgim kelib ketyapti. Yisho! 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 Ha? Aldırmanglar. Aram elib olay. Birdan aram elib olay. Yisho menga mehmon boshlab kelaman deb noit aniq degan edi. Tex chiqmaydi-ku. Ha? Keldi. men bo'lamadim. Tex kelmadi, g'ayrat qiling. Siz meni arivni so'rab do'ngi chiqsiz demaydigansiz, ha? Albatta do'ngi chiqimizda. Ha? Sizning haruvingizni eshittirib, do'ngi chiqarishpasan bo'lamdi. U yaxshi ko'ngli bilan da'vatgan bo'lgandan keyin harvini eshittirishpasan bo'lamdi. Butun kuchim bilan eshittirman tog'a. Tog'a, men bog'u. Nima? Oshkorlab qo'ymang. Bu tog'am ajab qiziq odamkan. Siz ma'qul deng. Ma'qul, shundoq bo'lsin. Amsi eshittirib bering. Bo'ladi. G'ayrat qiling tog'a, oz qoldik. Ma'qul, ma'g'aylamisa. Yaxshi, mang'ayli. Az qoldik, kuchayli. Men bo'lamidim. Tog'a, nima bo'ldingiz? Kerak yo'q. Men sizdan Nima ish? buni Nima deysan? uning ish haqini bering. Ish haqqi degan nima gap? Uningga in'om berasiz. Mundaq gapmi? Sen obdan ishtirishpading. Bu tog'am qiziqli odamkan. Boy men uning boshqalarga o'xshamaydiganligini his qilgan edim. Shundaq, yaqindan buyon mushundaq bo'lib qoldi. Hech yo'q. Uningga ozroq pul bersangizlar bo'ldi. Siz bejirib etam. Nima? Nim bo'ldi, yisho. Men? Hey, Shavji! Aka, Shavji! Topgan pulingni menga ber, aka. nada pul bo'lsin? Pul yo'q? Atdiganning yo'qi. Endi bu tog'amning arusini ishtirishpadim.
O sana qancha pul berdi, ha? Men tek pulumni olmadim. Ha, shundaqmi? Hey, tag'a. Siz kichik bolani bo'zaq qilmoqchimi? Ha? Sizlar kim bo'lasizlar? Ha? Qaranglar, bu qerning issiqda beshi aylanib qapti. Gapnimi o'ngshab qilolmay, sizlar kim bo'lasizlar deyotdi, ha? Qaranglar. Sen qeyri. Adabsizlik qilma. Sen meni qeyri da'vatamsan. Ha, kökte satıdığan adam durup sana nima al ha? Qeyri, çapsan pulni chiqa, tezroq bo'l. Ha? Nimani chiqiraman? Albatta pulni da. Pulim yo'q. Qotildimay, pulni tez chiqa, aka. Pul yo'q dedim-ku. Nima? Adimini bir berib qo'ymasam, kela. Hey, pulni chiqa tez bo'l. Pulni chiqa deyman. Shinyubimin, tez keling. Sizlar çapsan u balani tutinglar, tez bo'linglar, çapsan bo'linglar. Chata oldi, tez qochaylik. To'xta, To'xta. to'xta deyman. To'xta. Janobi Sang'un, hech nima bo'lmagansiz-a? Siz Sang'unmi? Men qarang-a, janobi Sang'un. Yesho, bayağı qo'rqib ketib, butun badanimdan sovuqlar chiqib ketdi. Bu zodi nima ish qilib? Janobi Sang'un, hozir issiq bel nima yeyotgandi? Yeni kelib ish pishig'ingizmi chiqib qolgandi, ha? Aslida mundaq ishkanda. Aqlingizga barakalloh, Yesho, men yana yengildim. Undaq emas. Sizlar meningdek ulug' Sang'unga adabsizlik qildinglar. Hargiz kechirgili bo'lmaydi. Men uchunglarga o'lim jazosi beraman. Sang'un, bu uchiga o'lim jazosi bersangiz bir oz egri ketarmikin? Shunga obdan o'ylanib baqsangiz. Shinyoviman, men qaror qilib qoldim. 3 kundan keyin ijro qilinadi. Ha? O'lim jazosi beramdikan? Yesho, qaraganda Sang'un sizning muddaoyingizni tushunmagan o'xshaydi. Sening Sang'unni alaydan ko'kda sotadigan qerdek yasab, Puhraning turmushini tushunsin. Shovjining aksimi ozroq jazo olinib, o'ngshalsin degan bu xiyoling obdan bo'ptikan. Lekin u bolalar buninglar bilan o'lim jazosi qo'shtirsa bo'lmaydi-da. Menmi shundoq o'ylagan, Rahib Kalan. Haras Yesho, siz bir amal topgan bo'lsangiz, ularni qutuldirib qolaylik. Rahib Kalan. Yeshu, sizlardan o'tinib qolay. Mening o'g'limni qutuldirib olgan bo'lsanglar, o'tinib qolay. U balam aslida ko'ngil bola edi. Dadisi o'lib ketgandan keyin men og'ir bitib qoldim. U qiyin kunlarda qoldik deb, yomon bolalar bilan oralashib qilib, mushundoq bo'lib qoldi. Yesho, sen akamni cho'qim qutuldirib ol. Ular uni o'ldirib etmisin. Yesho, sen obdan bir amal tepib, ularni qutuldirib olgin. Ma'qul. Yesho, Sana bog'liq bo'lib qoldi. Shinyubimin. nima ish? Sang'un ras 3 kundan keyin ularga o'lim jazosi ijro qilinadi deydimi? Shundoq. Bu qiziq gap bo'ldi. Agar rostini o'ltirdigan bo'lsa, nimish shu alla o'ltirmaydi? To'g'ri. Tushundim. Menga birolla bir oz boshqacha tuyulgan edi. Mushunchalik kichik ishqimi o'lim jazosi bergan nada bor? Shovji, akaning jiniga hech qanday xiyim xatar kelmaydi. Rasma, Yeshu, o'tinib qolay. Balamni qutuldirib eling. Yesho, men sizni kutib turgan edim. Qaraganda mening nima o'ylayotganligimni bilib bo'lgan o'xshaysiz. shundaq janobi Sang'un, chunki men sizni ko'kda sotadigan bovaydek yasab qo'ygan edim. Siz meni jazolamoqchi bo'lib, mana shunday qiyin ishni o'ylab topdingiz. Rostilla aqlliqchimi siz? Janobi Sang'un, oshirib etdingiz. Munosib emasman. Rost gapni desam, meni ko'kda sotadigan bovaydek yasab qo'yganingizga xafa bo'lmadim. Haqiqatan sat ish bo'ldi. O'zimning chakdan oshirib o'tganligimni bilaman. Nadikini, hozir rostilla ish pushug'im chiqib qoldi. Yana kelib hamma odamning issiq havoda ishlayotganligini ko'rib, ko'proq tarlashning, yozning issig'ini unutib ketishning eng yaxshi usuli ekanligini tushunib oldim. Men sizga rahmat aytsam bo'ladi. Sang'un, oshirib etdingiz. Yesho. Ha? Siz bugun eliqi bolalarni qutuldirg'ili keldingiz-ku deyman. Shundaq. Yaxshi, ma'qul, biroq avval qilishni o'g'irlaysiz. Qilishni o'g'irlamdim. Shundaq. Agar o'g'irlayamisiz, men eliqi 3 bolani jazolayman. Qandaq, Yesho? Agar siz 3 bolani o'ngishli qutuldirib chiqib ketalisiniz, sizning nom shuhratingiz oshadi. Bu har ichki ish qobiliyatingizni namoyon qiladi, ha? Tushundim. Biroq meningmi shartim bor? Ha? Shart? Bu qaytim biz ikkimizli sinish paqimiz.
Başqalar aralashmaydi. Bulamdı Janobi Sanğun. Bo'ladi, shunaq qilayli. Yana ba, Janobi Sanğun, yandagi uyni menga ariyat berib tursiz. Nima? Yondik o'yini? Ma'qul. Men qilishni mushundaq tutibli tursam, Yeshuning har qancha karomati bo'lsa-mu, hech nima qilmaydi. Lekin Yeshu degan bu shumtak yondagi uyda nima qilayotgandi? Qara baqaychi. Janobi Sanğun, kech kirib ketdimi, texchi uxlamadingizmi? Aslida men uxlab qolgan chaqda qilishni o'g'irlamoqchi bo'libdi ekanda. Undaq oson ish yo'q. Undaq bo'lsa, menmi uxlamay o'ltiray, ha? Talay tutdi-ku. Shundaq qilib, 2 kun tep-tish o'tib ketdi. 3-kuni kechda Ha, nima degan xatarlik? Nima bo'lgandi? Qarab baqaychi. Ha? Isho. Nima ko'ryapsiz? Ha? Shunda qiziqarliqmikan men ko'rib baqaychi bo'lamdi. Bo'lmaydi. Bunda qiziqarli kitobni hargiz boshqa odamga bermayman. Bo'lmaydi. Ma'quldan Isho, men bir ko'rib olay. Ha? O'tinib qolay Isho. Unda qilmisingiz-ku Isho. Men bir ko'rib olay. Bo'lmaydi. Unda demang Isho, akilang men ko'rib olay. Bu dishqoqdek chaplashib oldingiz. Bo'pti, ko'rib elim. Yaxshi, akilang. Ma'qul. Rahmat sizga. Men bir ko'rib baqay, ha? Nima? Buningda hech nima yo'q-ku bu. Kechiring Janobi Sanğun, qilishni men o'g'irlab bo'ldim. Mana. Ay! Men yana aldandim. Yeshu aslida qiltoqni 3-kuni kechki to'g'irlab qo'ribdi ekan, emasmi? Shundaq, men Sanğunning sezgirligining yo'qolishini kutib turgan edim. Sanğun haqiqatan qaltis odamkansiz. 3 kech kunduz uxlamagandan keyin toz charchagansiz qachon. Shundaq, lekin siz ajab tetik tursiz-ku, Yeshu. Sanğunning demakchi bo'g'ini. Sizmi menga o'xshash 3 kech kunduz uxlamagan bo'g'aydingiz? Yo'q, men har kuni qangacha uxladim. O Haramzoda, men sening ibodatxondan bir necha kun ayrilishing qo'shilgani bilan seni ibodat qilmagin demedim. Kechiring. Sana bugundan boshlab 3 kun heliqi do'ngdi boshqalarning arvisini istirib berish jazosini beraman. Bunda qilmasangiz bo'lmamdi ustoz. Salqindashning eng yaxshi usuli emgak qilish. Buni siz menga o'rgatgan Yeshu. To'g'ri. Yeshu aka? Mushagichi bo'lsin. Xayr, xo'sh.母上、お元気ですか？夕べ過ぎの梢に明るく光る星一つ見つけました。星は見つめます母上のようにとても優しく、私は星に話します。くじけませんよ、男の子です。寂しくなったら話しに来ますね。いつか多分。それではまたお便りします。母上様、一休。ひどい。スイカがめちゃめちゃに割られているわ。ところが村のあちこちのスイカ畑でも同じ事件が起きてるの。このままじゃスイカを食べ損なっちゃうわ。ねえ一休さん、なんとかして。次回一休さんスイカ泥棒と明細版をお楽しみにね。一休さん、
Nahaqchilik. So'ngdan jafo tortdingiz. Yesho. Sizlarmi jafo tortibsizlar? Bu yil tavuzlaringiz toza o'xshabdi. Shundoq. Tangrining shafqati bilan mushundoq o'xshadi. So'ngra pakas bo'ling. Yana bulturqidek tavuzlaringizni o'g'irlab ketmisin. Meningcha bu yil undoq ish olmas. Rasma, undaq bo'lsa bek yaxshi bo'lg'idek. Tavus qadimgi zamondan tortib bor bo'lgan bir xil meva. Bu zadi neymiş? Hesta. Endi tügeçtim. Bu neymiş endi? Qandaq mı qilaman? Nima? Tavuzlarni o'g'irlamay, butunlay chiqib etibdi-ku. Shundoq, mening tavuzligimdagi tavuzlarni o'g'irlamay, butunlay urib cheqib etibdi. Mening tavuzlarimni cheqib etibdi. Meningmi shu? Bu haqiqatan odamni aql etmaydigan ishkan. Bu bir odam qilgan ishmidi? Meningcha buni cho'qim yomon bolalar qasddan eskilik qilib cheqib etgan gap. Bu zodi kimning qilgan ishidir? Aytinglar-chi, kim gumonliq? Ras. Cho'qim hil qila qildi. Zodi qandoq odamlar qildi? Ular maxsus yomon ish qiladigan bolalar. Ularning mijozi o'sal. Bizmi ularga hech amal qilamidik? Yaxshi, darhol ularni tutib kel. Xo'p. Qaranglar, men sakrayman, sakradim. Sen bek yaman kelsen cuma. Qandoq? Qandoq deysan? Bek sakirdin. Sen yaman kelsen. Bek sakirdin. Sakirdin. Yaman kelsen. Ay, rahiplar oyun deganini bilmaydi. Ular cho'qim sadiqi tilgili ketdi. Men to'g'ri dedimmi, ha? Hey, sen bu yoqqa chiq. Aha, nima ishing bor edi? Mening suv uzayotganimni ko'midingmi, ha? Yo'qlan gapni qilmay. Bu yoqqa chiq deyapti-ba. Bu yoqqa chiq. Zodi nima ishing bor? Chopsam demamsan. Qani demamsan. Sen de so'rab baqay. Oqshom biri kentdagi tavuzlarni urib chiqib o'tibdi. Bu ishni sizlar qildinglarmi? Aha, sen nima deyapsan? Biz bu ishni faqat bilmaymiz, ha? Yolg'on gap qilma. Bilmayman deganki bilmayman. Uras bilmeydi. Ağzını yum. Bultur tavuzlarni sen o'g'irlagan emasmisan? Tek biz bilan javoblashyapsan, ha? Bultur degan bultur. Sizlar koni hammani so'rayvermanglar. Men rost bilmayman. Hey, yo'qlan gapni qilmay. Bu yoqqa chiq. Tez bo'l. Uxlamay tushkama. Men chiqmayman, ha? Qara bu shumtakni. Hey, chapsa uni tutib chiqinglar. To'xta, qochma deyman. Qani kelyapsan? Qochma deyman. Qochma. Hey!
Sizlarni nima qilmoqchi? Qo'lingni tort. Qo'lingni tort deyman. Men sizlarni qo'lga olaman. Bak, osti manga dikansizlar. Tez mangmamsizlar. Ağzını yum bu shumtak. Tozimi kalva bir nimalar ekan. Akam kepti. Ustoz. Bugun havo bek ketdi. Ustoz. Ey, ular shamovlar emasmi? Zodi nima ish bo'lgandi? Ustoz. Sizlar qochmoqchimi, ha? Kim sizlarni osti mangsin debdikan? Sen haramzadini. Hey, to'xtab turinglar. Aqla, bu balla zodi qanday gunoh o'tkazib qo'ydi? Hozircha aniq bir narsa degili bo'lmasimi? Biroq tavuz chiqish ishida ular gumonliq. Yolg'on gap qilma. Biz unda qiladiganlardan emas. Og'zingni yop. Begim, siz inchki o'ylab beqing. Bu ishni ular hargiz qilmagan. Siz ularga chapa yapmang. Ularni qilmaydigan askaligi yo'q. Tavuzlikni cho'qim mushular vayron qildi. Mushular. Nima? Qandoq gap bu? Qandoq gap? Og'zingni yop. Yesho mayli nima desin? Foydasi yo'q. O yamonning ishi. Yo'lni bo'shto'la. Tez. Sen bin, yaraysız juma, tavuzlikni vayron qilgan gunohkorlarni tutyapsiz. Shavmo degan quloq kaslar qilgan ishkanda. Sen ben yaraysız cuma. Siz tavuzlikni vayron qilganlarni shundoq tez tutyapsiz, keyin cho'qim amaldor bo'lasiz. Ras, siz bek karam etkensiz. Nadikine maqtamanglar. Men faqat kallamni aldiraqli ishiltib qo'ydim. Bo'ldi, Yesho. Agar sizning qandaqli gapingiz bo'lsa, yomg'irga berib etmamsiz, bo'ldi. Amsimiz mangayli. Mela. Yaxshi odamlarga uvol qildinglar. Ustoz, bizni qutuldirib bering. Menimcha mo'shular qildi. Ularni qilmaydi degilolmaydi. Shunen aka, bundaq oldirab yakun chiqaman. Lekin bular haqiqatan yomon. Ular qilmadi. Shavmo. Ay, haqiqatan vayron qilib yetibdi. Bu tavuzlarni hargiz sotqili bo'lmagandik. Shundoq, ilgari tavuzlarni ko'p o'g'irlagan bo'lsa-mu, lekin bundoq urib chaqqan ish bo'lib boqmagan edi. Shinyoviyman! Yeshu bilan shov yezgan-ku. Sizni izlab kelgan edim. Qarang, ular borgan sari haddidan ishib ketyapti. Bu gapcha, siz bu ishni shamonlar qilgan deyotgansizda? Shundoq, bir kishi ularning oqshom bu yerda yurganligini ko'ribdi-kan. Yana kelib. Ular odatda nihoyat eski, ammo odamning ularni ko'rsa bishi og'riydi. Shundoq bo'lsa-mu bu ishni ularni qilgan desangiz bo'lmaydi-da? Shov yezi, inchkilab tekshirgandan keyin ularni tutdik. Bu ishni cho'qim shular qildi. Faqat amal bo'lmadi. Shinyoviyman, bu o'g'irlik ish emas. Tavuzlarni o'g'irlamabdi, urib chiqib etibdi. Bu cho'qim boshqa birisining qilgan ishi, Shavmo qatorliq bolalarning qilgan ishi emas. Bu zodi nima uchun? Agar ular qilgan bo'lsa, ya yeb ketadi, ya opirib sotadi. Hargiz bundaq vayron qilib etmaydi. Sizning deganingizmi to'g'ri, lekin bu Sizning Shavmo qatorliqlar qildi deydiganga isbotingiz bormi? hozir tiqib bo'lmasimi, lekin ularni mushundaq ishni qilmaydi degili bo'lmaydi, Yesho ustoz, Bundaq deb ketmang. Ma'qul, sizningcha qandoq odam qilgandi? Yesho zadil xotirjam bo'lanmidi. Shavmo qatorliq namrat bolalar doim boshqalarning kamsitishiga uchraydi. Har qatam shunday chataq chiqsa bizga eslab oladi. Shu emasmi? Nimishqa biz doim shunday xo'rlanamiz. Bu zodi nima uchun? To'g'ri deding. Bo'ldi, qarshima. Shamo, taqdiriga tan beramsan? Tanbamayman, hargiz qarab turmayman. Chiqibni kessam, tavuzlarning hammasini o'g'irlayman. To'g'ri gap qilding, Shamo. Shu chog'da men yasovullarni sharmanda qilib o'taman. Qarab tursin. Vaja. Ajab og'rida. Hammani qilgan yasovullar.
Yesho, ishlab etibsiz-da? Ha, Shinyoviman? Yesho, tavuzliqni vayron qilganlar degandek shomovlarkan emasmi? Nima? Ispat topgan o'xshamamsiz. Shundaq, tepildi. Ularni tutib so'lab qo'ygandan beri tavuzliqni vayron qiladigan ish yuz bermidi. Bu dalil isbot bo'lmay nima? Yesho ustoz. Shinyoviman, menga yordam qilgan bo'lsangiz bo'pti-kan. Agar siz o balalarni qo'yib bering desangiz, men unimayman. Kechiring Yesho. Shundaq ansirman. Men faqat sizga qo'yib bering demoqchi, lekin rost qo'yib bermaysiz. Ha? Siz faqat ko'chalarda xalqlarga 3 balani qo'yib to'xtab so'z taqasingizli bo'ldi. Ha? Bu men yolg'on gapni taqasam qamlishamdi. Uning ustiga ularning gunohini bekitmagan tursak. Mo'shunchalik kichikgina ishqimga yordamlashmamsiz. Yo'q, undaq emas. Yesho, qarg'oni yog'i qisqandek Men ishqima. qarang Shinyoviman. Qo'lingizda hech qanday isbot yo'q. Ularni tutib, so'lab qo'ydingiz. Bu ishingiz chekdan oshirayotganlik hisoblanmamda. Bu Yesho. Shamov qatorliqlarning ota-onalari xili burunlar urushda o'lib ketgan. Lekin kishilarning hammasi Namrat bolalarni yomon ish qiladi deb qaraydi. Mushundaq qarasa adil bo'lamdi. Men undaq demoqchi emas Yesho. Shamovdek bolalarni kim yetim qilib qo'ydi? Ularni janobi Sangun bilan sizlardek samuraylar yetim qilgan emasmidinglar? Buni menda so'ramang. Undaq bo'lsa, mening deganimdek qilamsiz, Shinyoviman. Bu ma'qul. Sizning deganingizda qilsam ma'qul. Shinyoviman, sizga topshirdim. Rahmat. Tavuzlarni Shamov qatorliq bolalar yerivatmadi. Uningga mening ishonchim bor. Yesho! 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 Ha? Aldirmanglar. Aram elib olay. Birdam aram elib olay. Ularni qo'yib yutibdimi? Shundaq, chunki isbot yo'qkan. Shunga ular so'laq tutiraversa bo'lmaydi-da. Shundaqmi? Yomildikilar u balalarni qo'yib beribdi. Endi qandaqmi qilamiz? Ularni dalil isbot yo'q tutib turavergili bo'lmaydi-da. Endi chatoqning cho'ng chiqadigan bo'ldi. Bu yomon bolalar yana Chopsan kelinglar, tovuzni o'g'ri tushdi. Chopsan kelinglar, tovuzni o'g'irlayotdi. Yesho aka! Nimanda aloqazodi bo'lib ketdingiz shoyizni? Ha? Tavuzlarni yana vayron qilibdi. Ha? Rostmi? O'tgan qitimqiga o'xshash tavuzlarni urib yerayotgandan keyin qochib ketibdi. O'ylaganimdek bo'pti. Mening deganim to'g'ri chiqibdimi shoyizni? Buning bilan tavuzlikni vayron qilganlarning shamovlar emasligi aniq bo'ldi-da. Yesho! Ha? Shinyoviman-ku. Yesho, sizning deganingizdek chiqdi. Oldingizda xijilman. Tushungan bo'lsangiz bo'ldi. Hech qisi yo'q. Lekin jinoyatchilar zodi qandoq odamlardir? Siz bildingizmi? Buni texi bilmayman. Biroq bir ish nihoyat oydin bo'ldi. Ha? Nima ish? Shinyoviman, bu odamlar cho'qim xalq oilaning odamlari. To'g'ri. Ular tavuzlarni urib chiqaytadi, lekin ap ketmaydi. To'g'ri dedingiz. Tenigan axsham hajatli ko'ngillik bo'ldi. Rost esa, tavuzlarni chiqaytib, ko'nglimiz ajoyib yayrab ketdi. Bugun kechda yana berib chaqayli, qandaq? Bo'lmaydi. Har kuni beraversak tutilib qolamiz. Men bo'ldim. Hajab to'q yurak bo'lib ketibsan-a? Lekin bo'ldi, menshing. Agar qo'rqqan bo'lsang, bamayli qo'yg'in. Yo'q, men qo'rqmadim. Bağın bo'lmasa, seni zo'rlamaymiz. Lekin bizning kulkimizga qolasanmikin? Men boraman. Topdim.
Rasma, qandaq yaxshi amalınız ba? Shinyovimin ig'ir ko'may o'tgan qitimqiga o'xshash yana xabar taqib etsangiz bo'lamdi. Chataq yo'q. Qandaq xabarni, Yeshu ustaz? Ango ibodatxonasidagi Yeshu o'g'irlarni qo'rqitgan obdancharini tepdi desangiz bo'ldi. Qandaq? Ha? Undaq bo'lsa, siz zade qandaq chorani topdingiz, ha? Anglab turing. Mening choram. Shuning bilan Yeshu Shinyo Veminni xabar taqitishga taklif qildi. Chunki Yeshu yashagan zamonlarda gazet, jurnal, radio, televiziya yo'q. Şuna xabar taqitishga to'g'ri kelsa, uqtirish taxtisi yoki e'lon taxtisi chiqaradi. Lekin shu chaqlarda savodsiz kishilar ko'p bo'lganligi uchun gap so'z taqitish eng ishonchli, eng tez edi. Yeshu, men qaranchiq bilan qushqochlarni urkitganini anglagan edim, lekin tovuz chaqirganlarni qo'rqitadigan ishni anglab boqmabdi ekanman. Qog' kelarmi, ha? Gap qila. Men bu birinchi qitim qilib yiqyaptiman. Nima? Birinchi qitim? Unda qandaq bo'lar? Bu mumkin Qaranchi. Bugun kechda ibodatxonaning tovuzlig'iga qo'l solayli. Qandaq dedim? Bo'ladi. Texi qaranchiq bilan bizni qo'rqitmoqchi bo'pti-da. Yeshu tazimi qalva ekan. Mushundaq charini qig'inni qarmandigan. Uning adivini bir berib qo'yayli. Nim qila olaydik? Bo'lmaydi. Bormasak yaxshi bo'larmikin? Nimishqa? Yeshuning nimani o'ylayotganini bilmaymiz. Balkim bu Yeshu qurgan qiltiq bo'lishi mumkin. Xotirjam bo'l. Avval birimiz berib aniqlab kelamiz. Shu chaqda ularning bir aylimikir ishlatgani sezilsa, biz bilib olamiz emasmi? Ondan biz tavuzlarini chekib yutamiz. To'g'ri, qaranchiq bilan bizni qo'rqitmoqchi ekan. Bak kalvalar ekan ular. Tinchlikmi, qaranchiq? Hech qanday ish yo'q. Rostli qaranchiq ekan, qiltaq emas ekan. Bundaq bo'lgandan keyin biz tavuzlarni birini qo'ymay chaqirtayli. Voyjon! Ajab og'ridi. Meni kim urgandi? Voyjon! Voyjon! Nim bo'ldi? Men seni urmasam-ya. Men qiziqish bo'ldi-ku. Voyjon! Ajab og'ridi. Kim u? Chiqmagan! O'ldiringlar! Tavuzni chaqqan o'g'irlar, sizlar qo'lga ilindinglar. Shinyovimin apandi? Qanday ahvolinglar, o'g'ir qizlar? Shu. Bakraslik aslar. Qiltoqqa tushibdi. Men bakkabi kaslar. Burunli kelmayli dedim sizlarga. Kerak yo'q. Shinyoviminga 100 yamoq bersaklar, qizlarimizni qo'yib berdi. To'g'ri. Pul bo'lsa shaytonni musulun saqil bo'ladi. Lekin qizlarimiz qanday qilib mushundaq ishni qilib qo'ygandi? Biz erkin tijorat bilan bo'lib ketib, qizlarimizni qarashga cho'limiz tegmaydi. Bola qazadning qutulish uchun ozroq pulni voz kechsak hech qisi yo'q, ha? Bu azroq bo'lsa-mu ko'nglimiz qabul qiling. Bundan keyin sizning yordamingizga muhtoj bo'lib turamiz. Qizlarimizga ko'proq ko'ngil bo'lib turasiz. Ko'proq yo'l ko'rsatasiz. Bu jami qancha pul? Jami 100 yamoq.
O nima degan jiq bo'l? Bu qatam yordam qiling. Qandoq dedim, ha? To'g'ri, to'g'ri. Kelinglar, darhol bu odamlarni tutib solinglar. Şimdi var mı bende? Neymiş Hammasini tutinglar. Sizlar, unda qilmanglar. Ağzını yumuş. Sizlar meni nima ko'ryapsizlar, ha? Bu nomussizlar. Ularni darhol tutib solab qo'yinglar. 6 jinoyatchi anglab turish. 3 qizbola dehqonlarning tavuzlarini yerib etib, ig'ir jinoyat o'tkazdi. Ziyonni to'lab qolmay, yana etizda 10 kun emgak qiladi. Bak haddingizdan oshdingiz. Ziyonni to'lab bergandan keyin bo'ldi emasmi? Ağzını yumuş. Ziyonni to'lasanglar, tugaydigan ish yo'q. Yana sizlar 3 ota bo'g'ichilar odatda qizlaringlarga yaxshi tarbiya bermakti yo'q. Texi pul xashlab, balo qazodan qutulamiz deyapsizlar. Bu qiliqinglar tubdan xato. Yana kelib, texi pul bilan meni setib olmoqchi bo'ldinglar. Bu mening fazilatimga haqorat qilganinglar. Uning ustiga yomonning xizmatiga daxl qildinglar. Qoida bo'yicha sizlarni zindonga tashlash kerak edi. Biroq sizlarning qizlaringlarni beqish majburiyatinglar bor bo'lganligi uchun sizlarga kengchilik qildik. Sizlarmi qizinglar bilan etizda 10 kun emgak qilasizlar. Qoyil bo'ldinglarmi? Ha? Nimishqa bunda qilasiz? Naytga tavuzlan chiqib qo'shu. Bu qanchalik bir ishdi? Tugmadak ishni tugda qilmaganni. Ağzınlarını yuminglar. Texi men bilan javoblashyapsizlar. Men sizlarni etizlikda ishlab, teriqchilik qilishning jafosini tetib eqib, asta-asta tushunyapsiz deyapman. Sizlarga yana 3 kun ortiq ishlash jazosi beraman. Epminglar. Nima nochilik sana? Mushundaq osonligingda sanga tegadigan qiz chiqmayotidi. Nima? Gap qilmanglar. Mening ishim bilan qaranglar Bundoq bo'lmasa. erlarni bek yomon ko'raman. Sotlash oyoqlashdi. Ularni epminglar. Minglar. Qizlarga tankam akajab taskina. Herib ölayli dedim. Hey, dem asan bo'lmaydi, to'xtamay ishla. Tez, tez bo'l, tez. Ay, sizlar nima qilyapsizlar? Aha, ishlayapmiz. Yeshu ustoz, shinyo'yimizga mush yerni ishtib berdi. Sizlarga menmi yordamlashay? Ishu aka g'ayrat qiling. G'ayrat qiling. Diqqat qiling. Ishu aka? Ha? Mushagichi bo'lsin. Xayr, xo'sh. 母上様お元気ですかゆうべ杉の梢に明るく光る星一つ見つけました星は見つめます母上のようにとても優しく私は星に話しますくじけませんよ男の子です寂しくなったら話しに来ますねいつか多分それではまたお便りします母上様一休寺の池にたくさんのホタルが現れたの一休さんたちは都の人たちにも見せてあげようとホタル狩りところがその真夜中池のほとりに亡霊みたいなお姫様が現れてホタルを取らないでっていうのよ次回一休さんホタル